Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızın görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli qeynaşar aldı bilen biz diqqətinizə bu hafta huzurumda bulduğan haberlerimizin asası məzmununu tunuşturumuz. Diqqətinizə Zeytinburnu şəhərlik hökumət başçısı Murat Aydın Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti əzalarını ziyarətə təklif qıldı. Yenidən tutgan hökumət binasına və bu yerdə dostana ziyaret edib verildi. Şundaqlı xəbərimizdə Xi Jinping'in London ziyareti və bu ziyarətdə Xi Jinping'a nəhayət qattiq narazılıq namoyishlari bilan Xi Jinping kutib olingan bo'ldi. Albatta Xitoy kameralari, Xitoy axborotlari Xi Jinping'ni qarshi elib berilgan noroziliklarning hech birini ko'rmadi. Balki o'zlari majburiy o'rinlashtirgan ko'rib turayotgandek Xitoylarning uni qarshi elayotgan ko'rinishlarini ko'rdi. Bu xabarda xizmat bo'ldi. Shundaqla Turkiyaning Konyada ochilgan 2 navbatlik islom sudi qonuni qurultiyida har qaysi davlatdan kelgan 60 dan ko'p olim bu yerda islom dunyosi tirilish xitobnomasi e'lon qildi. Shundaqla xabarimizda kichik mujohid Qashqari Yipak yo'li oltin odamlari medalini tarixlash marosimida qatnashib, yana qizg'in turk xalqininki professorlarning nurg'un ilm odamlarining qizg'in olqishiga erishdi. Bu xabarlar va buningdan boshqa ko'plagan xabarlarimiz, shundaqla muhim xabarlar haqida mutaxassislar bilan elib boradigan analizlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. İstanbul Zeytinburnu rayonunun hükümet başkanı Maarif Cemiyeti əzalarını ziyaretə təklif qıldı. İstanbul Zeytinburnu rayonluq hükümetin başkanı Murat Aydın Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cemiyetinin əzalarını yeni köçüb gələn hükümet binasına təklif qıldı və ular bilan dostana söhbət edib bardı. İstanbul Zeytinburnu rayonu hükümetinin başkanı Murat Aydın Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cemiyetinin əzalarını yeni seçilən hükümet binasına təklif qıldı və ular bilan dostana söhbət edib bardı. 21 oktyabr kech Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayətullah Oğuzxan başçılığındakı bir qism cəmiyyət əzaları İstanbul Zeytinburnu rayonluq hökumətinin başçısı Murat Aydınның təklif qilishi bilan yeni silingan hökumət binasida ziyarəti boldu. Ziyaret jarayonida Murat Aydın cəmiyyət əzaları bilan dostana söhbət edib bardı. Həmməyləngə birdən Zeytinburnuning simvoli tushirilgan hadiya taqdim qildi və ayrım-ayrım xotira suratga tushdi. Murat Aydın Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotganligini, davomli Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi va Uyg'urlarga yaxshi tilak duolarini qildi. Yangi silingan hukumat binosi va xizmat ahvolini tunishtirib o'tdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Murat Aydın Zeytinburnu shahar boshlig'i bo'lib suhbatingiz bilan Turkiyaga kelgan Uyg'urlarning iqomat qatorli qiyinchilik masalalarini hal qilishga yordam qila olamsiz degan savolimizga javob berib mundaq dedi. Hech kim tug'ilib o'sgan yurtidan ayrilishni xohlamaydi. Uyg'ur qarindoshlarimiz besim bo'lganligi uchun o'z yurtlarini tashlab Turkiyaga va dunyoning o'xshamagan joylariga ketdi. Biz oldi bilan u yerdagi besimning yo'qolishi uchun duo qilamiz. Albatta biz Zeytinburnida qarindoshlarimiz uchun quchqimizni keng ochamiz va imkoniyatning yetishicha imkoniyatlarni safarbar qilamiz. U yana mundaq dedi: Biz Uyg'urlarning yendi bo'lamiz. Sharq Turkistondan kelayotgan ko'chman musofirlar u yerdagi besimning sababidan kelyotdi. Biz bu besimning xotimi berilishini orzu qilamiz. Yaxshilik uchun hammamiz tirishishimiz kerak. Bu yerga kelgan har kim bo'lsa quchoq ochamiz, ko'nglimizni keng tutamiz. Aslida Xitoy u yerdagi Uyg'ur turk musulmon qarindoshlarimizga besim qilmagan bo'lsa, ular diniy e'tiqodi bo'yicha erkin yashay olgan bo'lsa, bu Xitoy uchun cho'ng foyda bo'ladi. Xitoy buni tushunib yetsa edi, yaxshi ishlar bo'ladi. Biz Zeytinburnida ko'ngil ko'ksimizni keng ochamiz. Bu besimlarmo bir kuni cho'qim xotimi berildi. Biz her zaman Uyg'urlarning yendi bo'lamiz. Biz sizlerin yanınızdayız. Keşke baskılardan, özellikle inanca yönelik baskılardan sebep, savaşlardan sebep göç olmasa da isteğe bağlı olarak bu işler olsa, Doğu Türkistan'daki göç biz biliyoruz ki baskıdan sebep gerçekleşen bir göç. Biz sizden de tabi baskıdan sebep gelen kardeşlerimizden bu işin zulmünü, sıkıntısını yaşamış olan sizlerden gönüllerimizi herkese açalım, herkesi kucaklayalım ki başkalarına örnek olalım. İnşallah son olur bu sıkıntılar. Biz sizlerin yanınızdayız, imkanlarımız ölçüsünde. Cemiyet rəhbərləri öz tələblərini o'ttirg'a qo'ydi. Yangi kelgan Uyg'urlarning o'ltiraqlashish, iqomat iltimos qilish jihatlaridagi duch kelgan qiyinchiliklari va puhrolik qatorliq masalalar Murat Aydınga yetkazildi.
Hürmetli sözlü köşkler, biz bu vaqtda Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfəndi bilan söhbət edib barımız. Özü hazır telefonumuzda. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Hürmetli Hidayətullahcığım, aldı bilan ziyaretimizni qəbul qılğanlığınız üçün köp rahmet etimiz. Rahmet etsin. 21 oktyabr Zeytinburnu şəhərlik hökumət rəisi, hökumət başçısı Murat Aydın sizlarni və cəmiyyət əzalarını təklif qılıb bu yerdə söhbətdə bulduğunlar. Ama şu ziyaretiniz haqqında bir məlumat verən olsanız. Bizde Zeytinburnu Belediye Reisi Murat Aydın Efendi, Marif Cemiyeti, İdare Heyeti əzaları ve Zeytinburnu'da yaşayatkan Şərq Türkistan halkını bir ziyafetki teklif kıldıqanlığını bildirip telefon kıldı. Biz bunun icabet kılıp Marif Cemiyeti'ninki idare heyet əzaları ve başka hizmet septaşlarımızla birlikte Zeytinburnu'da yaşayatkan hemşehriler bilen birlikte bu davetine icabet kılıp bu Murat Aydın Efendi'nin yeni yasalgan hükümet idaresiga bardık. Ve bizden ait kızgın karşılığı oldu. Birden görüşüp hediye takdim kılıp keşlik tamak ziyafeti verdi. Ondan keyin Şərq Türkistanlıklarının bulamız Zeytinburnu'da yaşayatkan Şərq Türkistanlıklarının kıyınçılıkları, talep taqazaları, iltimasları bolsa bunu anlayıldı dedi. Qarindaşlar oxşamagan meselelerini gün tertipke keldi. Onların açılı mühim bolgan meselelerge yardımcı bolduğanlığı her daim kaçan halisanla, her daim işkimli kakalesi meselelerge hizmet kılış için bir tutuq dep kızgın karşılıp qarindaşların talep fikirlerini dikkatke aldı, yüzü aldı. Taleplerine orundaydıqanlığını bildirdi ve şunu olan birge Şərq Türkistan meselesi, Şərq Türkistan'daki vaziyeti çünkü Zeytinburnu buların Şərq Türkistanlıklarınınki küçük bir şehri, Kaşqaya, Xotan, Ürümçi, Gulca degandek vatanın her qaysi yerinin her qandaq kişi özünün jutunu köygəndek kösü buladigan bir yer bolğanlıq üçün buradaki Müslümanların buradaki Şərq Türkistan qarindaşlarımızınki ana jutu bolğan Şərqi Türkistan'daki meselelerge köngül bildiğanlığını bu toğırda қолдан kelgan hizmet kıldıqanlığını ve devlet çoğunlarına baş ministerge bu toğırdan dokulat hazırlayatqanlığı, qiyinchiliklar üstüden bu narsalarni bildirdi. Asasen şundaq bir tanışış, yan hizmet binasını Zeytinburnu'da yaşayatkan Türkistanlıklarga tanıştırış, ularning qiyinchiliklarni bir hembeher buluştuğu için kısıqanlığını bildirdi. Bu toğrulda ko'ngillik bir söhbet edip bağlandığı için qaytıştık. Andikin ikinci bir sualım Pakistan Devlet Müdafiə Ministeri Xavaja Muhammed Aşif Xitayda bo'layotgan Xitayda ziyoratda bo'lib şu Pakistan'daki barlıq Uyghur qurolliq kuchlarni yo'qotganligini buni yo'qotdik dedi. Shundoqla bularga zarb berish bizning urushimiz, Xitoyning ham urushi emas, bu bizning urushimiz. Pakistanning manfaatini asos qilgan holatda biz elib bordik buni. Va buningdan keyin buning qayta bosh ko'tarilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz u bu degandek shundoq so'zlarni qilgan Xitoyda. Endi buning so'zlariga qanday qaraysiz? Biz Pakistan halkı, Müslüman halk, qarindaşlarımız bolğanlıq üçün biz Pakistan halkını yaxşı görürüz. Pakistan hükümetlerininki bayanatları, Pakistan hükümetininki siyaseti ve Şərq Türkistan halkıga davayımızı beriyotgan ziyan zahmetleri, hücumlarına nazarda aldığan bolsaq, elbette Pakistan hükümetleri biz bilgenden yağı, 20-30 yağı özünün halkıga muvafaq olmagan, özünün halkının tinchliği, amanlığı, refahı, teraqqiyatı, xatirjamligi, ularning gullanışı teraqqiyat üçün hiç qanday iş qilmasdan bütün işi halkını soyup yiyish bilen ötken bir məxsus ailelerinin bir hükümranlığı bolğanlığı üçün ularninki bayanatlarınınki mence pek bir ehmiyeti yok. O Pakistan asasen bu rayında şu Afganistan, Sovyet Afganistan uruşu Afganistan cihadı deb atalgan bu uruş jarayonida başlangan vaziki cihadi hareket ve kurallık cemaat cemiyetlerinki
mavjudiyetidan qattiq foydalanib kelgan. Xususan de qon ticareti bilan meşgul bo'lgan, öz xalqini ve Müslüman qarindoshlarni setib yegan ve ularni davomli setib yeyish uchun şu yerda ya kuşlanmay ya yok olmay turadigan bir sharoit yaratib, qiltaq qurib, ularning şu yerda barliqidan foydalanib, mayli Amerika, mayli G'arb dunyosi, mayli Xitoy, mayli boshqa davlatlar bo'lsin, shularga setib hajlaydigan bir kozir qilib tutayotgan bir vaziyat. Unda bo'lganlik uchun ularninki Pokistondagi Uyg'urlarni tugatdik degani bu amaliyotga uyg'un bir gap emas. Bunun amaliyot bunun yolg'onchiligini chiqarib turdi ve men ishonmanki Xitoy Pokistonni bu yerdagi yolg'iz Uyg'ur emas, hech qanday qurolliq jamoat jamiyatining tamamen uzil kesil yo'qolib ketishini istamaydi. Çünkü bular bu yerdagi bu hareketlerini davomli setib hajlaydigan bir manba, bizning iqtisodiy manbasi qilib, aslında biz terrorizm qarshi harakat qilyapmiz, buning uchun qurol beringlar, buning uchun aeroplan beringlar, buning uchun helikopter, buning uchun manda pul beringlar, tasdiqlanglar deb davomli qarindalik qilib kirib qolgan bir rezil isloh siyosat yurgizayotganlik uchun bu bayonotning kebek bir jiddiy ahamiyati yo'q deb qarayman. Sizce bu yerda şu Pokistondagi şu ministerning deyotgandek haqiqatan Uyg'ur qurolli kuchlarini yo'qotdik u bu deb necha qatim degan bo'ldi. Bu Suriyadagi ishlar boshlangandan keyin yana bu yerda shu deyotgandek Uyg'urlar bormi yoki bu quruq gapmi faqat axborotdiki? Suriyadami? Yo'q, shu Pokistonda hozir. Yani biz o noktadan iliq bir narsa yemaymiz ama Pakistan, Afganistan'da Uygur'un bağ ekedeki bu bir eniq mesele. Hoş. Yani o yerde yaşayotgan Uygurlar özünün neymiş için kep qaldıqını, şu yerde özününki Xitayning zulmidan qaçıp kelganligi, şu rayonda turishga majbur bo'layotganligi, yani özünün kimligini qo'g'dash uchun tirishayotganligi buni pat-pat özlerining bayonotlaridan ko'ryapmiz. Ularning şu yerda bağ ekanligi bundan ko'rilib turibdi. Yani şunun qarta degani bo'ldiki, Pokiston hukumatining bu bayonotining hech asli yo'q. Tamam. Ko'p rahmat aytamiz ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Rahmat. Bay Kömürkan hujumchilari haqida oxirgi ma'lumotlar. 18-sentabr Kömürkan hujumi yuz berishidan avval gumondorlarga asabiylikka qarshi ta'lim-tarbiya elib berilganligi, shundaqla Kömürkan hujumchilarining boy chorvadorlar ekanligi, mol mulkining musodir qilinganligi va 3 jamoatning chorva maydonidagi urug' tuqqanlardan 40 necha kishi tutqun qilinganligi aniqlandi. Erkin Asiya Radyosu'nun rayonundan egallagan xabarlarga ko'ra, Bayda 18-sentabr Kömürkan hujumi yuz berishidan avval gumondorlar tabi bo'lgan Choktal chorva maydonida 6 qitim asabiylikka qarshi ta'lim-tarbiya harakati elib berilgan. Vaqa gumondorlari bu harakat davomida nuqtaliq tarbiyalash obyekti bo'lgan. Gumondor Mehmet Aysa oxirgi qitim 7-sentabr kuni maydonda 3 kun tarbiyalangandan keyin yana 15 kunlik qo'shimcha tarbiyalanish uchun 7lik saqchixonaga yo'llab berilgan. Ammo saqchixonada bo'sh o'rin bo'lmag'achqa, ya'ni tutqunlar bilan to'lgan bo'lg'achqa 10-sentabr kuni vaqtliq qo'yib berilgan. Mahmud Tursun atalmış asabiylikka qarshi faoliyatda maydon sekretari tarafidan gajgisdan so'rab elib chiqilib, zamonaviy usulga selingan. Shundaqla yana Mehmet Aysa ovchilikdagi shogirdining plandan sirt tug'ilgan qizini beqib olgani uchun 2500 yuan jarimani qo'yilgan. Mehmet Aysa vaqtliq qo'yib berilib, bir haftadan keyin do'st, jo'ra, farzand va qarindoshlaridan tashkillangan 3 jamoat sabdoshlari bilan birlikda mazkur Kömürkan hujumini elib borgan. Erkin Asiya Radyosu muxbiri bu vaqtda mazkur chorva maydonining muavin boshlig'idan uchur egallagan. Yana bir tarafdan Kömürkan hujumchilarining boy chorvadorlar ekanligi, mol mulkining musodir qilinganligi aniqlandi. Ulardan har bir oilaning 500 dan 1000 tuyoqqacha chorva meli, 4 fasllik ayrim yaylaqlari, bu yaylaqlarda pishiq qishliq mol qo'tallari borligi, oliy qo'ro joylari bilan birlikda mashina, traktor va motosikletlar borligi, ya'ni iqtisodiy jihatdan mazkur chorvachilik maydoni bo'yicha emas, balki yeza va nahiy bo'yicha oldingi qatordagi oilalardan ekanligi aniqlandi. Mazkur maydon sekretarining oshkorlashicha, hujumchilar 17-sentabr kuni kechida yuqorqi mol besotlarining hammani tark etib, qo'ro joylarining eshiklari dog'dam echiqliq holatda uylaridan ayrilgan
va hujumga atlangan. Chidimas Xitoy doiralari hujumchi 3 jamoatning mol varallaridan boshqa zilchi gelam, uy saymon qatorliq barliq uy bisatlarini musodir qilgan. Xitoy tajovuzchilari yana g'aljirlashib, mazkur 3 jamoatning Charu maydonidagi urug' tuqqanlaridan 40 necha kishini tutqun qilgan. Ularning ichida hujumchilardan yetakchi Musa To'xtiniyozning kelillari Gulmira To'xti va Rashida Rozlar jo'rilarining mazkur hujum planidan xabar bor turliq ahvolni saqchiga ma'lum qilmaganligi uchun tutqun qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Sharq Turkistonda yuz berayotgan qarishlik harakatlari maqsad jihatdan Xitoy hokimiyatining qutulishidan iborat o'rtoqlikqa ega bo'lsa-mu, ammo bu voqealarning shu kun, shu joyda yuz berishiga turtki bo'lgan qo'zg'atqich sabablar ko'pincha chog'larda farqlidir. Yuqorqi uchurlardan qaraganda, Boy Ko'mirkan hujumida Boyda elib berilayotgan atalmish asabiylikka qarshi turib, zamonaviy madaniyatni singdirish to'lqini qo'zg'atqich rol o'ynagan. Sharq Turkiston masalasi haqidagi o'xshamagan qarashlardan biri masalaning yiltizining iqtisod ekanligi. Ya'ni Uyg'urlarning Xitoy hokimiyati tomonidan nominat qoldirilg'achqa, rayonning taraqqiyotidan bahramand bo'la olmag'achqa, rayonda qarishlik harakatlarining besiqmayotganligi, iqtisodiy adolatsizlik tugatilsa, rayonning tinchiydiganligidir. Ammo buningga nisbatan qarshi fikr bo'lsa, masalaning yiltizi yolg'iz iqtisodli emas, muhimi siyosiy ekanligi. Uyg'urlar Xitoy tajovuzchiligidan uzil-kesil qutulmoqcha rayonning tinchimaydiganligidir. Boy Ko'mirkan hujumining nishoni masalaning iqtisodiy tarafini aks ettirsa, hujumchilarning boy charovdar ekanligi masala yiltizining siyosiy va diniy tarafini ko'rsatib turmoqda. Sharq Turkiston diniy erkinlik yig'iniga qatnashadigan vakillar Bryusselda jam bo'ldi. Yevropa parlamentida chaqirilgan Sharq Turkiston diniy erkinlik yig'iniga qatnashadigan vakillar Belgiya poytaxti Bryusselga to'plandi. Bu qatimqi xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga qatnashish uchun 20 ga yaqin davlatdan 80 dan ortiq vakil qatnashdi. Dünya Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishi va vakolatsiz millatlar tashkilotining sohibxonligida 10-oyning 22-kundan 24-kunigacha Yevropa parlamentida chaqirilgan Sharq Turkiston diniy erkinlik yig'iniga qatnashadigan vakillar 21-oktyabr kuni kechgacha Belgiyaning poytaxti Bryusselga kelib to'planib bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim Yaponiyadagi bir haftalik ziyoratini oxirlashtirib, Bryusselga yetib kelib yig'iniga qatnashadigan vakillar bilan ko'rishdi. Bu qatimqi xalqaro milliy muhokama yig'iniga qatnashish uchun 20 ga yaqin davlatdan kelgan 80 dan ortiq vakil ichida Yevropa parlamentining bir qism a'zolari, muhojiratdagi diniy o'limalarimiz, islom allaridagi diniy olimlar, Uyg'ur masalasi va Sharq Turkistonning diniy vaziyatini tadqiq qilayotgan chet ellik olim, tadqiqotchi va mutaxassislar, Uyg'ur tadqiqotchi olimlari, turli kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Uyg'ur va chet ellik siyosiyonlar bor. Çarşamba kuni kech Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan vakolatsiz millatlar tashkiloti birlikda barliq vakillarga harduq chayi berdi. Çay jarayonida Uyg'ur va chet ellik vakillar o'zaro to'nishish, fikrlashish fursatiga erishdi. Çay suhbatida Rabiya Qadir xonim qisqacha so'z qilib, Uyg'ur xalqining taqdir masalasiga ko'ngil bilib, dunyoning har qaysi ellardan yig'iniga qatnashish uchun kelgan barliq vakillarga Dünya Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur xalqi nomidan alohida minnatdorligini bildirdi. Shundaqla Yevropa parlamentida o'tkazilmoqchi bo'lgan yig'inning muvaffaqiyatli o'tkazilishiga tilakdoshlik bildirdi. Yig'in 22-oktyabr tushdan burun soat 10 da Yevropa parlamentining yig'in zalida rasmiy boshlandi. Yig'in 24-slagacha davomlashadi. Xi Jinping Londonda norozilik namoyishiga uchradi. Xitoy raisi Xi Jinping Angliya ziyoratida zo'r namoyishchilar iqimining noroziligiga uchradi. Angliya hukumatı iqtisod va savdoni asos qilib, kishilik huquq masalasidan o'zini qochirish bilan ayblandi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Angliya ziyoratida zo'r namoyishchilar iqim bilan qarshi olindi. Angliya hukumatı iqtisod va savdoni asos qilib, kishilik huquq masalasidan o'zini qochirish bilan ayblandi. Xitoy raisi Xi Jinping 19-oktyabr kech Londonga yetib berib, Angliyadagi ziyoratini boshladi. 20-oktyabr Angliya ayol podshohi Elizabet II Buckingham saroyi oldida dag'dug'liq qarshi olish marosimi o'tkazdi. Lekin ko'rinishda intayin qizg'in elib berilgan bu marosim jarayonida yo'lning ikki tarafi Xitoyga qarshi namoyish qiluvchilarning plakat, lozunglari bilan to'lib ketdi. Angliya taratqularida Xitoyning Angliyada o'qiyotgan o'quvchilarni majburiy Xi Jinpingni qarshi olish uchun o'rinlashtirganligi, ularga sovg'at buyumi tarqatib berganligi xabar qilindi. Namoyishda Angliyadagi o'qituvchi partiya parlament a'zosi Fabian Hamilton, bosh vazir David Cameronning kishilik huquq prinsiplarini Xitoydan kelgan pulga sotdi deb aybladi. U yana Xi Jinping Londonga yetib kelish arafasida Uyg'ur, Tibet va Xitoy faoliyatchilariga
kishilik huquq tashkilotlarining vakillariga g'ayri rasmiy davlat ziyofati bergan. Angliyadagi eng cho'ng o'qituvchi partiya bo'lgan Ishchilar partiyasining rahbari Jeremy Corbyn Xi Jinping yetib kelish oldida uning bilan ko'rishganda kishilik huquq masalasini o'ttirg'a qo'ydiganligini bildirgan edi. Ishchilar partiyasi e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, Corbyn ayol podsho Elizabeth II Buckingham sarayida Xi Jinpingga bergan ziyofat jarayonida Xi Jinping bilan ko'rishib, kishilik huquq Xitoyning arzon sanoat mahsulotlarining Angliya metallurgiya sanoatiga bo'lgan ta'siri qatorliq masalalarni o'ttirg'a qo'ygan. Uning yana Angliya Xitoy munosabatining tarixi, havo klimati o'zgarishi qatorliq masalalarda fikr almashtirganligi bildirildi. Xi Jinping yana chorshanba kuni Angliya bosh vaziri Cameron bilan uchrashish olib borgan. Ikki davlat 60 milliard Amerika dollarlik savdo to'xtami imzolagan. Xitoy davlat egaligidagi Xitoy neft shirkati bilan Angliyaning BP neft shirkati bir qator taraqqiyot turlariga qatnashgan. Uchrashishdan keyin Cameron muxbirlarga Xitoy bilan Angliyaning g'arbiy janubidagi bir yadro elektr stansiyasining qurilishini mablag' bilan ta'minlaydigan bir turli kelishim imzolaganligini bildirdi. Cameron Angliyaning Xitoyning oldin tanlaydigan hamkorlik sheriki bo'lishini umid qilganligini bildirdi. Angliya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan iqtisod va savdo munosabatini yaxshilash uchun Xitoyning kishilik huquq masalasini chetga qayirib qo'yishi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchradi. Cameron Angliya Xitoy bilan kuchli savdo munosabatini qurishi kerak. Bo'lmasa kishilik huquq va boshqa masalalarni muzokara qilg'ili bo'lmaydi degan. Xi Jinping muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning kishilik huquq xotirasini tilga olganda Xitoyning davlat ahvoliga mos keladigan bir kishilik huquq taraqqiyot yo'lini topganligini aytgan. Angliya hukumati chorshanba kuni 2016-yildan boshlab Xitoy sayohatchilarga 2 yillik ko'p qitim chegirdan kirish sayohat visi berdiganligini e'lon qilgan. Cameron ishxonasi bu Angliyaning iqtisodiga ko'rinarli manfaat elib keldi degan. Xitoyning Filippinda turishliq diplomatiya amaldorlari etib o'ldirildi. 21 oktyabr chorshanba kuni Filippinning o'rta qismidagi Cebu shahrida yuz bergan qurolliq etishish voqeasida Xitoyning 2 nafar diplomatiya amaldori o'ldirildi, bir nafari yaralandi. Filippin yerlik saqchi doiralari va axborot vositalarining aytishicha, chorshanba kuni Filippinning o'rta qismidagi Cebu shahrida yuz bergan qurolliq etishish voqeasida Xitoyning 2 nafar diplomatiya amaldori o'ldirilgan, bir nafari yaralangan. Saqchi tarafning bildirishicha, Cebu shahri Mayak restoranida yuz bergan voqeada Xitoyning Cebuda turishliq bosh konsuli Song Ronghua yaralangan. 2 nafar konsulxona xodimi o'lgan. Ilgirlanishcha 2 gumondor, ya'ni bir er va uning ayoli qo'lga olingan. Filippin taraf bir Xitoy tavalligidagi ayolning bu voqeani sodir qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin boshqa ma'lumotlarni bermagan. Xitoy taraf bu vaqtda hech qanday inkos qaytarmadi. Hurmatli tuzurko'shlar, biz bu vaqtda Anqara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shuningdek strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Anqarada, biz telefonni bog'laymiz. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Hurmatli doktor Erkin Akram, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor Xi Jinping'niki Angliya ziyarati, yani 19 oktyabrdan boshlab Londonga kelib borgan, Angliyaga kelib borgan ziyoratida albatta nurg'un Xi Jinping'ning ziyaratiga nurg'un qarshi, uningga qarshi bo'lgan namoyishchilar bilan kutib olindi desak ham bo'ladigan darajada suratlardan ko'nglimizga shunday bir kayfiyat bordi. Va nurg'ulg'an iqtisodiy jihatdan nurg'ulg'an kelishimlar bo'lib o'tdi. Siz hamda shu Xi Jinping'ning Angliya ziyaratiga qanday qaraysiz, qanday elib berildi, nimalar bo'lindi bu yerda mushaqda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Budaki ziyarette bundalı qarğanmaqda da bu bir ticaret ve iktisadi münasebetini güçlendiriş ile münasebetlik bir ziyarette görünüyordu. Hoş. Ama bir yerde çunkur manalamı var. İngilizce bu kıtım nurgun şu kilişimge imza kıldı. Bir yerde şu 62 milyar dolarlık bir meblağ saldı. Hoş. Bu Xitoyning hozirgi jihonda hamda shu iqtisodi yaxshiroq bo'lgan va shu chet pulni jiqaroq saqlagan hozircha shu Xitoy shunga Xitoy mablag' sola oladi. Ammo Angliya 2008'da bu Yevropadagi iqtisodiy krizdan tufayli bularmi iqtisodiy keyniga chekinib ketib bordi. Ondan keyin Angliyaninki shu burunqi sağan
zavodlar veya şundak yadro elektronik santral degandek. Bunda moyum kuruluşlama konrap Xo'sh. bunu mu yenilaşga ihtiyaç tuyuluyordu. Ama bunu kılay dese yenilaşga pul yok. Hem de şununla Xitaydan pul iliş gerek değil de. Xo'sh, xo'sh. Bu normal bir ticaret ve iktisadi münasebette görünüyordu. Ama İngiltere şunu mu görüyordu? Xitay hazır dünyanın ikinci iktisadi gücü, birinci ticaret gücü. Bunda bir güçünü kayırıp koyup ya da sel karaş, bu İngiltere'ninki siyaseti bulupmamış o menfaat siyasetke uygun demez. Çünkü İngiltere'ninki siyasetçiler dünyada dost yok, menfaat vaat edilen bir millet o. Şununla hele mengü dost olmaydı, mengü düşman mı olmaydı. İngiltere'ninki en mühim menfaati şu iktisadi ve xavfsizlik menfaati. Amerika ile buluvatkan bu alaydı bir münasebeti vardı. Bu münasebetini bir yanga karip koyup hazır şu yükselevatkan Xitay bile yaxşı bir münasebetini kuruşka tırışıvadı. Hatta Amerika mı şu 3. ayda Xitay'ın kurgan bir Asya Asas Kuruluş Meblağ Seliş Bankası diyen bir banka kurulgan. O bankıma İngiltere birinci olup onunla kurucu azası buldu. Onun için Amerika bunu şu NATO'ga biraz çıkarak pul acırtışını talep kıldı ama İngiltere bağın sürü pulunu azaltmadı. Yani Amerika'nınki burunku kargancağıda keynege çekilişi güçünün İngiltere'nin şu Xitay'ını tallaşka bir sebep buluvadı. Düşündüm. Şununla Xitay'a yükselevatkan Xitay'ınki pulunu yani renminbini halkaranın puluğa aylandırış cihette bu birinci kademine desavadıdı. Yani Xitay'ınki pul muamele işlerini İngiltere üstüge ilip şundakla bu Xitay'ın pulunu halkaravi bir pulga aylandırışka tırışıvadıdı. İngiltere şu pul muamele meselesinde naite ustalık ve tecrübeleri var. Bunun Japon'un pulunu maaşında halkaravileştirgen dikçaktıma çıktı hepsi boğan. Hazır Xitay'ın pulunu şu halka ekiliş ve Xitay pulunun halkaradaki pul muamele merkezi halka kemekçemdi. Kemekçe İngiltere. Şundakla Xitay bile boğan münasebet yalnızlı bir ticaret emez. Şundakla bir meblağ sağan ve Xitay'ınki iktisadı bile zıç bunda bağlanğan bir münasebetini kuruşqa tırışıvadı. Doğru. Xitay cettinde aytgan bolsak, Xitay'ma hazırkı iktisadi güçüden paylandım. Yeni bir stratejiyani otturup koydu. Bu bolsa şu yeni İpek yolu. İki İpek yolu biri denizde, birisi şu Şark Türkistan'dan Orta Asya, İran, Türkiye, şununla Avrupa. Bu iki İpek yolunun ki esas maksatı Avrupa pazarını ve Xitay pazarını bağlamak. Bu iki pazar eğer de birbirine bağlanğan vaxtıda, o vaxtıda Amerika bu iki pazarının ki tışıda kalıdı degen gap. Yani Xitay Amerikanı jiraqlaştırdı degen gap. Amerikanı tamponlaştıralaydıgan bir güçke igi buludu. Hem de Amerikanın ki şerikleri bolğan bulup mu Avrupa devletlerini üzünün ki yeniği tatıp algan buludu. Şundakla Amerika'ya takabul turaylaydıgan bir güçke igi bolalaydı. Hem de koludaki bu çet pullarının erip gitişinin aldığını iliş için meblağ seliş yolu bile olup mu işençilik bazı devletler, mesela İngiltere işençilik bir devlet. Bunları meblağ selip üzünün pulunu bu İngiltere'de öndürüş. Yani bir yerde pulunu köpeytiş. Bu nurgun başında bir meselleri var. Şununla Amerika bu ahvaldan biraz narazı ama İngiltere bu yolunu tanıgan eken Amerika'nın kimi bir başvuralaydıgan ya da bulanı tosalaydıgan bir güçkeme iyi emez.
Doğru. Hem de İngiliz ve Xitay bunda bir münasebetke kirgenden keyin bulupma şu global köp taraflik stratejiye hemkarlık münasebetini kurup çıktı. Yani dünya boyunca iki devlet hem de stratejilik hemkarlık kılmakçamdı. Demek ki bu ikisinin münasebeti naydı yukarı bir seviyeye geldi desek buldu. Hiç olmasa şu kağızda yazılan ve sözde deyilgenge karganda. Bugün bu emili ahvalda kanak oludu, ahırga devam kılalamdı. Xitay'nın ki hazır iktisadi krizi var. Xitay bu krizini krizinin aldığını alalamdı, tutulalamdı. Bu meseleler var. Yani Xitay'ın bu iktisadi meseleden başka yani siyasi ve cemiyet karakterlik meseleler mi var? Tabii. Yani bunu Xitay'ın bu meselede yani hiçbir çattığı yok. Yani Xitay yani şu hazırki peytüle manıverdi diyen şarait bile iki devlet hazır yakın münasebetine kurvadıdı. Şununla hazırca bu iki devlet huda bir yakın bir münasebetine kurgandek görünüyordu. İngilizce mi Xitay'ın ki şu kişilik hukuk hakkında bulup mu şu İngiltere'ye şu demokrasi bile kişilik hukuk şu himmet göz karşı bile devlet buluvatkan bir devlet hem de. Bu hem siyasi hem içtimai himmet karşı bu. Bunu mu bir çetke kayırıp koyup Xitay bile yakın münasebeti kurvatkan kalkançakta İngilizce mi şu Xitay bile bu xil münasebetinin kuruş cette kararlılık tek görünüyordu demdi. Simadır ahırda da ötkendek Angliya Öktücü Partiya Parlament azası Fabian Hamilton Başvezir David Cameron'da mesela kişilik hukuk prensiplerini Xitaydan kildiğen pulga sattı dep David Cameron'u ayıplagan başvezirini. Şundaqlamda David Cameron'dan kimi Xi Jinping'in London'a kelishdan burun Uyg'ur, Tibet ve Xitay faoliyatchilarini ayrim g'ayri rasmiy ziyofat berganligi bilan ko'rishganligi haqida xabarlar bor. Buni so'rasam unikdan Angliya taratqularida mesela Xitoyning Angliyaga shu Angliyada o'qiyotgan o'quvchilarni majburiy holatda Xi Jinpingni qarshi olish uchun o'rinlashtirganligi va ularga sovg'at buyum taqdim berganligidan iborat narsalar bor. Xitoy nima uchun bunday qildi? Mushlarni so'rasam. Öktücü Partiya raisining parlament a'zosining David Cameron'ni bu kadar ig'ir nim bilan satqulluq bilan qilishi emasdan gap. Bu xil tanqidlar İngilizceninki nurgun gizlerdimi chiqdi. Xo'sh. Bo'libmi misalga Germaniyadek ve başka devletlerninki gizlerde matbuatlardimi şu Cameron'ninki şu xil qilmishligini tanqid qildi. Çünkü G'arb devleti şu kişilik hukuku ehmiyet vermegende, demokrasiga ve şu erkinlikka ehmiyet vermegen vaqtida Avrupa bo'lmaydi, G'arb bo'lmaydi. Hamda şu iqtisodiy manfaatni deb shunday qilishninki bir ehmiyeti veya bir faydası bo'ladimi deb tanqid qilayotganlar bor. Bundan başka şu xalqaro kişilik hukuk teşkilatları bu tanqid qilyapti. Ama İngilizce bu chetdan xuddi mustahkam bir qarorni olgandek ko'rinyapti. Biz shunday ma'naverimiz çünkü biz o'zimizning manfaatini başta o'ylaymiz. Onun o qimmat qarashini keyin ondan keyin so'zlashimiz degandek bir xil pozitsiyada hozir. To'g'ri. Hem de bu Xitaylar bütün Xitayni hareketga silishi demem şu xalqaro kişilik hukuk teşkilatları hatta şu resimler ve fotolar bile ko'rsatdi uni. Şu resimler, qo'lda tutgan resimler, şu bayraklar hammasi şu Xitoydan evetilganki. Uni aşağıdaki evetken sandıklarını, şu qog'oz sandıklarını aşağıdaki adreslerini hemmini tatbilip şu nimige koydu, internetlerge koydu. Hem de Xitayga kelgan chaqda Xitoyning ki siyasi medeniyetinde yani siyasi kültüründe bunda bir ahval var. Bular elake yüzge pek ehmiyet berdi. Yani yağandan bozma yüzümni kıl deb tirishidi-chu.
Şununla bu dakika İngiliz ama Xitayning yüzüne şunda isil kıldı değil. Ama lekin masalan bu ayol padişah bilan birliğe nimaga o'ltirib birga mangan yo'lning ikki tarafida butunlay shu Xi Jinping qarshi plakatlar bilan to'lib ketgan yo'llar. Ya'ni shu yo'lni o'tib namoyishchilarni shunday yaqin keltiribdi masalanga. Ama Xi Jinping qanchalik rahatsız bo'lib ketganda bu yerda o'ylaydi insonlar. Hem de burun Xitaylar bununla biraz ensretti, biraz tatinattı. Hazır Xitay reislerime tatınmaydıgan oldu bunda ahvalga. Onundan başka budakı namaş Xi Jinping'e karşı namaş kılganlarının sanı bile Xi Jinping'e karşılagan ve onu kütüvagan o kıl namaşı selişliğen çağda naytı sanı çıkamaz hem de. Meyli Tibetler olsun, meyli onunla karşı çıkan Xitay teşkilatları olsun. Bunlarınki küçüğü aciz köründü bu da. Bunun sebebi hem de İngiliz'ninki Xitayga bo'lgan mushkil pozitsiyasi. Xitayni hem de yuqori bir seviyede bunu kütülüşü. Tabii bir ahvalda ötküçülerge karşı bir bisim payda bo'lgan bo'ldi. Ama bu devlet demokrasi bir devlet olgandan keyin hem de ondaki namoyishlarga ruxsat berdi hem de. Ama burunqi bilan silishtirgan vaqtida Xi Jinping'ni bunda karşılagan Xitaylarning soni ko'parak oldu bu da hem de. Şununla bu G'arb devletlerde kişilik hukuk degan tukumlar iktisadi menfaatinin karşısında aciz kılıvadı da hem de hazır. Kelgüsünde bu G'arb devletler G'arb olamamdı. Ya da Xitay'nınki siyasi ideyaları ertügün Avrupa'nınki muşkıl ideyalarına kımmet göz karşını bozmamdı. G'arb devletlerin arasındaki ittifaklarını bozmamdı diyen meselelerime oturup çıkmadı da hem de. Bunda suallama çıkmadı da hazır. Hem de bunçilik çoğun soğudu aldı da hem de sizin de ötünüz Angliyaның mazır ihtiyacı var bunun da. Xitay hem de bunçilik çoğun miktarda meblağ salman o bu da vatkan iken elbette Angliyadan bir nimelerni talep kılış mümkün. Sizce nimelerni talep kıla? İngiliz'ninki İpek yolu diyen bu planını İngiliz'nin kolu bile Avrupa'da merkezleştirmek. Onundanki İngiliz'ninki Xitay'ның pulunu Avrupa'da merkezleştirmek. Yani Xitay'ninki Nurgun Bankı'nın London şehirde içiliş. Pul muamelesi nimelerini, faaliyetlerini London'da kılış. Ki bu London diyen dünyanınki pul muamelesinin merkezi. Bunu kılgandıkken Xitay'ның puluma halkıravilişidir. Dolar, euro, onundanki Japon'daki yuan'dan kalsa Xitay'ның pulu hem de dünyada aylındıgan buludu. Bunu çetelde, G'arb devletlerde bu pulun ikişini ve jığışını İngiltere'ye kıpırdı hem de. Hem de İngiltere'nin başka Avrupa devletleri, mesela Fransa, Germaniya diyen tek devletlerini ama Xitayga iktisat cetten bağlanışıga misal bo'pirishni kütüvadıdı. Onundan ki eğer de İngiliz ile Xitayning münasebeti shunday yıkılışıp ketsa, Amerika ile bo'lgan münasebeti jirekliş mümkün. Amerika mı onunla karşı Xitayga bo'lgan pozisiyasını o'zgartishininki ihtimali mı var? Yani hem şirikler eğer de Xitay ile yıkılışıp ketsa, Amerika yalnız kalırdı. Bu vaxtda Amerika mı oylaydı Xitay ile qanday bir münasebetini ilip biriş lazım. Olup mu hazırki stratejiya bisim bile Xitayni Asya Tinch Okyanus'da Xitayga bisim işiltiyotidı. Kural yaraqninki %60'ını 2020gacha Xitay bo'lgan rayonlarga to'shmoqchi, hozir to'shyapti. Ertugün eğer de bu Avrupa'daki Amerika'nınki şirikleri eğer de Xitayga yaqin bo'lib ketgan taqdirda, vaqtida Amerika mı Xitayga to'xtab turib bu urush jidalining yeriga men shu hamkorlikni mi tanlasam bo'ldiki, İngiliz'dek deb. Xitayninki maqsadlari bunlar hamda.
Xo'sh, endi Rabia Qadirning mesela Angliyaning Xi Jinpingni qizg'in qarshi olganligi baxtsizlik deb sifatlashi ve onu aldığı sağan kızıl gelemni mesela bu Uygur, Tibet ve öktüçlerinin kanları bilen boyalgan deb bu sözünü qilishi Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tarafidan raddiya qaytarilgan bo'ldi. Angliyadan birer inkas bormi siz bilgan? Bunu hem de Reuters'te haber verdi. Onundan keyin qolgan bazı matbuatlarda bu haberini bergen bo'ldi ama şu çoğun siyasetçiler İğiz'i ilip bunu bahalaş veya şunun okşaş Xitayni tenkit kıldığan bir sözge aylandıramadı dedi. Hoş. Ama bunda Rabia Hanım'ın ki bu gapları çokum Xitayni narazı kıldı. Hoş. Çünkü hem dünyamı biliyordu hem de Tibet'te, Şarkı Türkistan'da nurgun kan dökülgen ahvallar var. Hoş. Şununla o kırmızı gilem degen gap, o kan ile boyaldı degen gap, Xitayga iğir kildi bu gaplar. Doğru. Ama halkarada bunda bir çoğunda bir inkaz bombu da hazırca. Belki ertesi gün buluş mümkün. Ama Xitay için bir rahatlık yaratkan buldu da Xitayga. Bunda hem bombasa moyun bir gaptı da hem de bu. Doğru. Doğru. Endi yan bir sual so'rasam 21 oktyabr yani Xitoyning Filippinda turishib diplomatiya amaldorlaridan ikkisi o'ldirilgan bo'ldi, bosh konsul yaralangan bo'ldi, Songrongxua degani. Xitoyning mushkamgacha hech qanday bir mesela Xitoyning ishchilarida qanday inkaslar bo'layotdi bunga mesela Xitoyning ichida hozirgacha nima yuqori darajadagi organlardan buni surishtirish bu nimani ko'paytmasdan buni jimma tuturib olishlik sabab nima sizcha? Azıcık şu Filipin'de besim işiltuadıdı. Şu suikastçını tepip çıkınla. Zaten malum. Onunki arka görünüşünü izlep tepinla. Yendek müjdak yaplarını kılvadıdı hem de besim işiltuadıdı. Hoş. Xitay'nınki işçideki matbuatlarda bu işini çoğaltmaslık bile devam kılvadıdı hem de bu. Bu Xitay'nınki yükselişi bile yalnızla Filipin'de emez, şu Afrika'nınki nurgun devletleri de mi şunda? Hatta şu Türkiye'de mi Xitay'nınki nurgun bazı işçilerine şu PKK'la Kürtlerninki ermi gücü kaçırgan ahvallar oldu. Nurgun devletlerde bunlar buluvadıdı, Xitay'ını bulavadıdı, öldürüvadıdı. Yani Xitay yükselgen seri bunda ahvallama köpeydi dep oylayamam. Çettelden kargancakdı. Ama eğer de bazı meseleler Xitay'nınki işçideki meselelerine buluşmuyorum ki. Mesela bu da Filipin'ninki işi hem de o suikastçı Xitay hem de. Hoş. Bu Xitay nimişin özününki konsulununki ameldarlığını nimiş kimişler öldürdü. Bunun kime çoğun sebepleri buluşmuyorum ki. Ya o suikastçınınki işlerini hal kıpamadı mı? Ya da onun bunu bozay kıldı mı? Ya da onun tökmet kıldı mı? Bilmeyiz hem de. Ertesi gün bularımız oturup çıkırır. Ama bunun dinkin bunda ahvallar köpüş mümkün de oylayamam. Hem Xitay'nın işçileri, çeteldeki işçileri. Hem de Xitay nurgun devletlerge ermi evduadıdı bu. Birleşken devletlerinin bu nime karar bile Ram kısmında. Ertesi gün Xitay'nınki askerlerini mi öldürdüğün ahvallar mı buluş mümkün? Hazır mı diplomatlarını öldürüyordu. Yani ertesi gün bunda işler köp buludu dep oylayamam da. Köpten köp rahmet ziyaretimizi kabul kılganlığınız için kıymetli fikirlerini berdiniz. Köpten köp rahmet. Ben rahmet etmem. Rahmet. Xitoy Rabia Qadir Xonimning so'zlarini inkor qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Rabia Qadir Xonimning Angliyaning Xi Jinpingni qizg'in qarshi elishiga qarshi qilgan so'zlariga inkas qaytardi va Uyg'urlar duch kelayotgan besimlarni inkor qildi. Xitoy diplomatiya ministrligi Rabia Qadir Xonimning Angliyaning Xi Jinpingni qizg'in qarshi elishiga qarshi qilgan so'zlariga inkas qaytardi va Uyg'urlar duch kelayotgan besimlarni inkor qildi. Rabia Qadir Xonim 19 oktyabr Tokioda Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda Angliyaning Xi Jinpingni qizg'in qarshi elishi baxtsizlik deb ko'rsatgan edi va angliyaliklar Xi Jinpingning oldiga solgan qizil gilam Uyg'ur, Tibet va o'qituvchilarning qonlari bilan bo'yalgan degan edi.
20 oktyabr Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'inida Rabiya Qodir xonimning so'zlariga raddiya berib, uning so'zlari nodonlik degan. U yana Shinjongdagi har millat xalqi tinch yashayotidi va birlikda xizmat qilyotidi. Millatlar ittifoqligi va jamiyat muqimligiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lganlar intayin oz sonda degan. Bu haqda xabar bergan Reuters, BBC qatorliq matbuotlar garchi Xitoyning Sharq Turkistondagi muqimsizlikni diniy oshqun kuchlar va bo'lgunchilarga ortib kelgan bo'lsa-mu, lekin hech qachon Sharq Turkistonda tashkillik qurolliq harakat borligiga yetarli dalil ko'rsatilmaganligini, kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan madaniyat va diniy jihatdagi besimlarining to'qinish keltirib chiqaryotidi deb qaraydiganligini ilgari surdi. Bangkok portlatish hujumi gumondorlari 2 hafta ichida ayblandi. Tayland saqchi doiralari Bangkok portlatish hujumi haqida dastlabki jinoiy ishlar tekshirishini oxirlashtirganligini va 2 gumondorning 2 hafta ichida ayblanganligini bildirdi. Bangkok pochtigasining 20 oktyabr xabar qilishicha, Tayland saqchilari Bangkok portlatish hujumi haqida dastlabki jinoiy ishlar tekshirishini oxirlashtirgan. 2 gumondor 2 hafta ichida ayblandi ekan. Tayland saqchilari Eravan butxonasidagi portlatish hujumi haqidagi dastlabki jinoiy ishlar tekshirishini oxirlashtirganligini e'lon qilgan. Saqchilarning aytishicha, ular faqat hozirgacha qo'lga ilingan 2 gumondor haqida ariz sundi ekan. Tayland bosh saqchi boshlig'i Chaktep Chayjenda dushanba kuni tekshiruvchilar bilan uchrashuv elib borgan ekan, saqchi tarafning qo'lida hozir ishonchli dalil paketlar bor. 2 gumondor 2 hafta ichida ayblandi degan. Allaburun tutish buyrug'i chiqarilgan, lekin hozirgacha tutilmagan 15 gumondor haqida so'ralganda Chaktep ularni davomli izlaydiganligini aytgan. 17 avgust Tayland poytaxti Bangkokdagi Eravan butxonasida portlash yuz berib, 20 odamning o'lishi va 140 dan ko'proq odamning yaralanishini keltirib chiqardi. Lekin hozirgacha hech qanday tashkilot bu hujumni ustiga olmadi. Saqchilarning aytishicha, agar yangi gumondorlar qo'lga ilinmasa yoki yangi isbotlar bayqalmasa, tekshirish xulosalanadi ekan. Bu 2 gumondorning biri odam Qaradog deb bilingan Bilal Muhammad bo'lib, saqchilar uning Xitoydan qochib kelgan Uyg'ur ekanligini va 17 avgustdagi portlatish hujumchisi ekanligini iqror qilganligini ilgari surmoqda. Yana bir gumondor bo'lsa, Kambodja chegarasida tutilgan Xitoydan kelgan deb qaralgan Mir Ali Yusuf ismli kishi. Egallasha Bilal Muhammad saqchilarga o'zining Xitoydan qochib kelganligini, Xitoyda Uyg'urlarga qarata izchil davomlashayotgan zulm borligini aytgan. Islom dunyosi tirilish xitobnomasi e'lon qilindi. Turkiyaning Konya shahrida ochilgan 2-chi navbatlik Islom savdo qonuni qurultiyiga qatnashgan har qaysi davlatlardan kelgan 60 olim islom dunyosining vaziyati va o'tirg'i chiqayotgan masalalar haqida tirilish xitobnomasi e'lon qildi. Turkiyaning Konya shahrida ochilgan 2-chi navbatlik Islom savdo qonuni qurultiyiga qatnashgan har qaysi davlatlardan kelgan 60 olim islom dunyosining vaziyati va o'tirg'i chiqayotgan masalalar haqida tirilish xitobnomasi e'lon qildi. Qurultayning bosh kotibi professor doktor Mahmad Bayyigit Anatoliya agentligining muxbiriga islom olimlari, korxonachilar va savdo sanoat arboblarining iqtisod va savdo masalalariga islomning prinsiplari bo'yicha ilmiy hal qilish loyihasi tepish maqsadida elib berilgan bu yig'inga Malayziyadan Qatargacha, Amerikadan Saudiya Arabiston, Iordaniyaga bo'lgan nurg'un davlatlardan kelgan ilm sohasidagilarning qatnashganligini aytdi. Mahmad Bayyigit qurultayga qatnashuvchilarning mushundaq muhim bir mazgilda bir xitobnoma e'lon qilish qarori olganligi haqida to'xtalib mundaq dedi. Qurultayimiz musulmonlarning millat va mazhab kimligini emas, balki ulug' Robbimiz o'zlari uchun bergan o'rtaq ism musulmonlik kimligini oldingi o'ringa qo'yishi va qarindoshlik axloqi bilan shariatni asos qilishi lozimligini eskartdi. Suriya, Iroq, Afg'oniston, Berma, Falastin, Yaman, Sharq Turkiston va urush ostidagi boshqa musulmon rayonlarda qon va ko'z yoshining eqishida zulmning davomlashishida rol olgan davlatlarni insoniy qimmatga qaytishga va vijdonini so'roqqa tortishga chaqirdik. Konya savdogarlar uyushmasi, Najmiddin Arbaqan universiteti va Konya savdogarlar uyushmasi Karatay universiteti hamkorlashib uyushtirgan 2-chi navbatlik xalqaro islom savdo qonuni qurultiyi 15 oktyabrdan 18 oktyabrgacha Konya Dadaman mehmonxonasida elib berilgan. Yig'inga Turkiya Moliya ministri, Konya valisi va ilm sohasidan kelgan ko'p sondagi kishilar qatnashgan. Mujohid Qashqari yana olqish yangratdi. 8 yoshli Uyg'ur farzandi Mujohid Qashqari Yipak yo'li yilning oltin odamlari medalini tarqitish murosimiga taklif bilan qatnashdi va she'r deklamasiya qilib, So'run ahlining olqishiga va yuqori bahosiga erishdi. Yipak yo'li strategiya tadqiqot markazi bilan xalqaro Yipak yo'li jurnali birlikda uyushtirgan 12-chi navbatlik
yilning oltin odamlari medalini tarqatish murosimi İstanbul Gönen mehmonxonasida o'tkazildi. Germaniya, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlardan kelgan danglik san'atchilar, korxonachilar, diplomatlar, parlament a'zolari, ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan bu katta murosimga 8 yoshli Uyg'ur farzandi Mujohid Qashqari taklif bilan qatnashdi. Mujohid Qashqari murosimda muhojiratdagi Uyg'ur shoiri Nurala Göktürk xonimning "Men Turkiston farzandiman, sadolarim ichimga patmaydi" nomli she'ri bilan "Biz kimlar" nomli she'rni jaronglik deklamasiya qilib, sorun ahlini qattiq ta'sirlantirdi va qizg'in olqishga erishdi. Yipak Yo'li jurnali va Yipak Yo'li strategik tadqiqot jamiyatining boshlig'i Sayfulla Turksoy apandi shu kuni Facebook va Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Uyg'ur farzandi kichik mujohidning rasmini ham bahirlab, Yipak Yo'li yilning oltin odamlari mukofoti murosimimizda deklamasiya qilgan ta'sirli she'rlari orqali yig'in zalini Uyg'ur hayojoniga cho'mdirgan Uyg'ur turklarining kichik arsloni Mujohid Qashqarli farzandimizning ko'zlaridan suyman va rahmatimni aytaman degan ta'sirotlarini yozdi. Murosimda mushu bir yil ichida Turkiya va turk dunyosiga ko'rinarli to'kib qo'shgan har sohadan kelgan kishilarga medal tarqatib berildi. Mukofotga erishuvchilarning ish izlari tunishtirilgan filmlar ko'rsatildi. Shundaqla yana turk dunyosining an'anaviy nomerlari ko'rsatildi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Mujohid Qashqarining dadasi Mirkamiljon Qashqari mundaq dedi. Va alaykum assalom. Bu yilning oltin odamlari mukofoti hamda shu turk dunyosi, bular hamda Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarga, diplomatik, siyosiy, iqtisodiy munosabatlarga mush bir yil ichida ko'rinarli to'p qo'shgan siyosatchilardan axborotchilargacha parlament a'zolaridan tortib konsul, elchi, korxonachi ashunda shaxslardan tanlaydigan. Endi bu yerga qatnashishimizga maqsadimiz bunda har soha ilg'ori shaxslar bor edi. Bular bu qatim mukofot olganlar ichida Qozog'iston bosh elchisi, Qirg'iziston bosh elchisi, Ozarbayjon, ya'ni undan boshqa turk dunyosida boshqa davlatlarda turishliq Turkiyaning bosh elchilari bor edi. Andikin Germaniyaning cho'ng Turkiyaga mablag' solgan korxonasi, Ozarbayjonning bir korxonachilari bor. Shunga o'xshash byurokratlar, millat vakillari bor axborotniki, ayol millat vakili. Ham o'shunda shaxslarning oldida Sharq Turkistonni millatimizning ta'dini qaytadan bir ularni esiga silish, eslatish, xotirlatish, ham bir kelgan kiyimlarimizdan bo'lsin, ham madaniyatimizni, ham chekayotgan zulm azob uqubatlarimizni ularga tonitish uchun yaxshi bir fursatkim. Biz bu fursatni qo'ldan bermay vaqtida berib qaytildik. Kutganimizdek yaxshi olqishlarga erishdik. Hammalar nihoyat ta'sirlanganligini Sharq Turkistonda bir qatim qaytadan ko'z oldidan o'tkazganligini kelib aytaytin deganlar bo'ldi, kelib rasmga tushganlar bo'ldi. Chiqib nihoyat xushallik bilan yig'indan ayrildik. Yig'in nihoyat yaxshi o'tdi. Ondan ortiq odamga bu mukofot oltin medalyon taqdirlandi. Gerçi medalyon olganlarning ichida Uyg'urlar bo'lmasa-mu, ammo xuddi badeklam Uyg'urlarni tonitish, Xitoyning abdi bashirisini ichish va vahshiy zulmlarni anglatish nuqtasidan bir kishilik vazifamizni joyida o'rinda oldik deb o'ylayman. Rahmat. Turkiya bilan Yevropa ittifoqi musofirlar masalasida birdaklik hosil qildi. Yevropa ittifoqi bilan Turkiya musofirlar krizisini hal qiladigan bir turlik harakat planida asosan birdaklik hosil qildi. Yevropa ittifoqi musofirlar masalasi yig'inida garchi nurg'un masalalar hal qilinmagan bo'lsa-mu, lekin Yevropa ittifoqi bilan Turkiya musofirlar krizisini hal qiladigan bir turlik harakat planida asosan birdaklik hosil qildi. Yevropa ittifoqi komiteti raisi Yevropa ittifoqi musofirlar yig'inining natijasi haqida to'xtalganda, Yevropa ittifoqi bilan Turkiya Yevropaga boradigan musofirlarning sonini cheklaydigan
bir türlük harakat planida asosan birdaklik hosil qilganligini bildirdi. Turkiya hal qilg'uchi shartlarni qo'ydi. Yevropa ittifoqi hosil qilgan o'rtaq tunish bo'lsa, Turkiya Yevropa ittifoqiga boradigan chegaralarni nazorat qilishga mas'ul bo'ladi. Davomli holda Suriya musofirlariga musofirlar lageri yasab beradi va ularning Turkiyadagi ahvolini yaxshilaydi. Turkiya o'ttirg'i qo'ygan shartlar bo'lsa, Yevropa ittifoqi Turkiyaga 3 milliard yevroluk musofirlar yordam fondi ta'minlab beradi. Turkiyaliklarga vizani amaldan qoldiradi. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kirish suhbatining yangi sahifasini ochadi hamda Turkiyani bexatar davlat darajasiga ko'taradi. Bexatarlik darajasini o'stirish bir davlatga berilgan bir xil siyosiy baho bo'lib, bu davlatning kishilik huquqqa hurmat qildiganligini, siyosiy ziyonkashlik yo'qligini bildirdi. Lekin bu masalada yig'inga qatnashgan vakillar bilan ixtilof saqlanmoqda. Bir qism Yevropa ittifoqi davlatlari Turkiyaning vizani bekor qilish talabiga qarshi fikr qo'ydi. Yevropa ittifoqi vakillari Turkiya talab qilgan 3 milliard yevro musofirlarga yordam berish fondi yuqori bo'lib ketdi deb qaradi. Lekin Germaniya bosh ministri Merkelning qarashicha Turkiya bilan mas'uliyatni bo'lishishda bu bir qabul qilg'ili bo'lgan son ekan. Merkelning aytishicha, agar Turkiya qatnashmasa, faqat musofirlar panohlanish o'rni qurishga tayinib, masalani hal qilg'ili bo'lmaydi ekan. Xitoy Sharq Turkistondan gaz yo'tkaydigan yana bir liniyani tasdiqladi. Xitoy Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlarga bo'lgan tajovuzchilikni kuchaytirish uchun yana bir liniya ochdi. Xitoy Taraqqiyot Islohot komitetining to'g'rida e'lon qilinishicha, Xitoy Neft ximiya shirkatining Sharq Turkistonning ko'mir gazini Xitoy o'lkalariga yetkazish qurilishi tasdiqlangan. Bu liniya orqali Sharq Turkistondan Xitoyning Guangdong o'lkasiga yiliga 30 milliard kub metr gaz to'shildi ekan. Bu Xitoyning 12-5 yillik planidagi cho'ng energiya qurilish turi bo'lib, bir g'o'l liniya va 6 tarmoq g'o'l liniyani o'z ichiga oldi ekan. Umumiy uzunligi 8400 kilometrga yetadi ekan. Gaz liniyasi Xitoyning Gansu, Ningxia, Shanxi, Henan, Shandong, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Jiangxi, Zhejiang va Fujian qatorliq 13 o'lkasini besib o'tadi ekan. Bu qurilishga 2011-yili tayyorlik boshlangan bo'lib, Sharq Turkistonning Sharqiy Jungar rayoni asosliq gaz manbasi bo'ldi ekan. Ili rayonimi uzoq mezgillik gaz manbasi qilingan. Xitoy doiralari bu qurilishning Xitoyning o'ttir sharqiy rayonlariga va Sharqiy Turkistonga o'xshashla iqtisodiy manfaat elib kelganligini da'vo qilishgan. Lekin Xitoyning atalmish g'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi yo'lga qo'yilgandan buyongi Sharq Turkistonning vaziyati amaliyotning dal aksicha bo'lganligini isbotlab keldi. Mayli ishqi o'rinlashtirish jihatdan bo'lsin yoki boshqa iqtisodiy manfaat jihatdan bo'lsin, hammasi Xitoy ko'chmanlariga bo'ldi. Uyg'urlar bunday rayonlardan chetlashtirildi, ham Uyg'urlarga bo'lgan diniy va siyosiy besim barg'ansiri kuchaydi. Pakistan territoriyamizdagi Uyg'ur qurolli kuchlarini yo'qotdik dedi. Xitoyda xavfsizlik munbiriga qatnashayotgan Pakistan davlat mudofaa ministri Pokistondagi barliq Uyg'ur qurolli kuchlarini yo'qotdik dedi. Pakistan davlat mudofaa ministri Pokistondagi barliq Uyg'ur qurolli kuchlarini yo'qotdik dedi. Xitoyda 6-navbatlik Shangshan xavfsizlik munbiriga qatnashayotgan Pakistan davlat mudofaa ministri Xwaja Muhammad Ashif Pokistondagi Sharq Turkiston Islom harakati qurolli kuchlarining hammasini yo'qotdik dedi. Ministr Ashif, mening qarashimcha, ularning hammasi yo'qotildi. Ular Pokistondan ayrildi yoki bo'lmasa hammasi yo'q edi. Bu qurolli tashkilotga zarb berish Pokistonning manfaatini asos qilgan. Sharq Turkiston Islom harakatiga zarb berish bizning urushimiz. Faqat Xitoyningla emas. Biz Xitoy bilan birlikda bu tashkilotga qarshi turamiz hamda davlatimiz chegarasi ichida ularni yo'qotish masalasida hech qanday ixtilofimiz yo'q dedi. U yana biz uzun mezgil hushyorligimizni saqlab, bu tahdidning Pokistonda qayta paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.